Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Dunyoning har qaysi joylaridan kelgan 180 dan ortiq kishilik huquq tashkiloti birlikda ochiq xat imzolab, Xitoyning kishilik huquq vaziyatining ko'rinarli nacharlashishi sababli har qaysi davlat hukumatlarini Beijing qishliq olimpik tanharkat musobaqasini boykot qilishga chaqirgan. Xitoy davlat taratqullari yaqinda bayonot e'lon qilib, nomussizlarcha agar har qanday bir davlat Beijing qishliq olimpik tanharkat musobaqasini boykot qilsa, Xitoy tarafining o'chirish harakatini qo'llanganligi bilan qo'rqoq solgan. Beijing qishliq olimpik tanharkat musobaqasining echilishiga 1 yil vaqt qolganda, xalqaro jamiyatda yana bir qatim qishliq olimpik tanharkat musobaqasini boykot qilish to'lqin qo'zg'algan. Oldingi seshanba kuni Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi Rick Scott va boshqa 6 Kengash palata a'zosi qaror ma'qullab, Xalqaro Olimpik komitetining Beijingning 2022-yillik qishliq olimpik tanharkat musobaqasini o'tkazish huquqini bekor qilishni talab qilgan. Va bayonot e'lon qilib, Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat olib beryapti. Hong Kongda kishilik huquqini cheklayapti. Tayvanga davomli tahdid solyapti. Xitoy yig'ilish lagerlarini qurib, kishilik huquqqa daxli taruz qilish va Hong Kong xalqini sistemalik bostirishga yo'l qo'ymaslik kerak. Bundaq bir mustabid davlatda xalqaro cho'ng faoliyat o'tkazish erkin davlatlar qilingan haqorat deganlarni bildirgan. 180 dan ortiq kishilik huquq tashkiloti birlikda yozgan ochiq xatda Tibetdagi kishilik huquq vaziyati yaqin yillardan buyon keskin nacharlashib, minglagan siyosiy mahbuslar qiyin qistoqqa, hatto o'lim tahdidiga uchirgan. Sharq Turkistonda necha million Uyg'ur, qozoq musulmonlari atalmış qayta tarbiyalash lagerida majburiy mengi yush, assimilyatsiya va xitoylashtirilmoqda. İnsan qalbidan chiqqan muomalaga uchirmoqda. Hong Kongda so'zlashga jur'at qilgan minglagan kishilik huquq faoliyatchilari va yoshlar faqat demokratik harakatni qo'llaganlik uchun qo'lga olindi. Janubiy Mong'oliyada hukumat farqli madaniyat bostirishini kuchaytirib, yerlik huquqchilarni mo'ng'olcha so'zlash huquqidan mahrum qildi. Xitoyning Tayvanga jug'rafiyalik siyosiy tajovuz qilishi va uning Janubiy dengiz va Xitoy-Hindiston chegarasidagi kengayishi rayon va yer sharining bexatarligiga tahdid etmoqda. Shu sababdan har qaysi davlat hukumatlarini Beijing qishliq olimpik tanharkat musobaqasini boykot qilishga chaqirdi. Agar ovoz qo'shmasa, ularning Xitoy Kompartiyasining mustabidligini va kishilik huquqini ochiq oshkor deb sandiqaganligini qo'llaydiganligini bildirdi deb ta'kidlagan. Angliya Erkin Demokratlar Partiyasining rahbari Ed Davey va Parlament Avom palatasi Tashqi ishlar komitetining ishchilar partiyasining a'zosi Chris Bryant va Angliyaning boshqa nurg'un muhim siyosiy yo'llarga tanharkatchilarni 2022-yillik qishliq olimpik tanharkat musobaqasini boykot qilishga chaqirgan. Hamda Xitoyning kishilik huquq tafsirchiligini qattiq tanqid qilgan. Kanada parlament a'zolari Xitoyning Uyg'urlarni asos qilgan musulmon osonliq millatlarga yurgizgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat harakati sababli 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini boshqa davlatga o'tkazishni talab qilgan. Buning oldida Amerika Davlat Majlisi a'zolari Beijing qishliq olimpikini boshqa davlatga o'tkazishni talab qilib, qaror loyihasi tunishtirgan edi. On 8 dekabr lager qurbonlari yaqinlari tarafidan Istanbulda boshlangan Oilamdagilar nada turish faoliyati Xitoy diplomatik organlarining oldida davomlashmoqda. Istanbul valiylik tarafidan Istanbulning Beshiktosh va Sarıyer rayonlarida yurgizgan faoliyat cheklamish sababli 3 fevral kuni faoliyat Xitoyning Anqara bosh elchixonasining oldiga o'tkazilgan. Xalqning va Turkiyadagi o'qitish kuchlarining qo'llashiga erishgan lager qurbonlari yaqinlarining faoliyati butun dunyodagi lager qurbonlari yaqinlarining bas-basda ovoz qo'shishi bilan zo'raymoqda. Xitoyning Anqara bosh elchixonasining oldida navbat turayotgan lager qurbonlari yaqinlariga ovoz qo'shish uchun Millat navbatda ismi bilan davomlashgan faoliyat 8 fevral kuni Xitoyning Istanbul konsulxonasi va Xitoyning Almuta konsulxonasi oldida o'tkazildi. Istanbuldagi Xitoy konsulxonasining oldida bexatarlik xodimlari faoliyatning davomlashishiga to'sqinlik qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinishlar qaraganda bexatarlik xodimlarining faoliyatchilarni korona vabosi tadbirlariga munosabatli bahonalar bilan tarqatib etishga uringanligi ma'lum. Faoliyat bexatarlik xodimlarining to'sqinligi tufayli faqat 3 yil davom qilgan. Faoliyatchilar soqchilarni tanqislikqa qo'ymaslik uchun faoliyatini 3 yil davomlashtirganligini bildirgan. Almuta shahridagi Xitoy konsulxonasining oldida millat navbatda faoliyatini olib borgan faoliyatchilar Xitoy siyosatlaridan zarba ko'rayotgan ayollar o'zlarining oila a'zolarining izlaridan qilish, Xitoyning oilalarini qo'yib berishini, Qozog'istonga kelishiga ruxsat qilishini, ularga to'sqinlik qilmaslikni talab qilgan. Xitoy konsulxonasining oldidagi aqmonlik saqlovchilar faoliyatga to'sqinlik qilib, kameralarning oldini to'sib olib suratga tortishni cheklagan. Xitoy konsulxonasidan hech kim chiqib javob bermagan. Faoliyatchilar faoliyatini davomlashtirganligini bildirgan. Navbatda bu faoliyat Istanbul axborot o'rinlari, kundalik muhim xabarlar, televiziya kanallarida muhim tema bo'lib kelmoqda. Boshqa davlatlarning Istanbul turistlik muxbirlarining diqqatini qo'zg'agan bo'lib, faoliyat olib berilgan har bir kunda o'xshamagan axborot agentligi muxbirlari naq maydonga kelib shaxslarni ziyorat qilgan. Xalqaro ommaviy tashkilot erkinlik uyi oldin qapda ko'rinmaydi, ammo qo'li tut nomli tadqiqot dokladini e'lon qilgan.
Dokladda Xitoy Kompartiyasi davlat alqagan bostırishni yo'l qo'yganligini, hamda chet elda yashaydigan Uyg'ur, Tibet, Hongkongliklarning erkinligiga har xil cheklimlarni qo'llanib qolmay, to'g'ri tahdid silib, qo'rqitish, majburlash, shundaqla maxfiy nazorat qilish orqali ularga besim ishlatib qolmasdan, yana iqtisodiy aloqasi bor davlatlardan musofirlarni surgun qilishini, Xitoy qaytarishini talab qilganligini, dunyoning har qaysi davlatlarida har xil bahona, razil usul vositalar bilan erkinlik va barobarlik, demokratiya va kishilik huquqini qo'llash uchun Xitoy Kompartiyasiga qarshi turg'uvchilarni bulash, qaslash, haqoratlash va tahdid silib kelganligini, 2014-yildan 2021-yilgacha Xitoy Kompartiyasining chet elda yashaydigan 214 kishiga bevosita hujum qilganligi, Xitoy Kompartiyasining dunyodagi eng nachar davlat alqagan bostirishga aylanganligini o'ttirib qo'ygan. Uningdan boshqa dokladda yana Xitoy Kompartiyasining bostirish va maxfiy nazorat qilishi, 36 demokratik davlat yashaydigan Uyg'ur, Tibet va o'qitichi Xitoylarga zulm qilganligi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy Kompartiyasining xalqarodagi kuchining kunsiri kuchayishiga ergishib, xalqaro qonun nizomlarini o'zlariga xizmat qildirib, o'zi xohlagan ishni qila oladigan qurolga aylantirayotganligini ta'kidlagan. Ko'p yillardan buyon Hindiston kinolarida musulmonlarning obrazini burmalash uchun mayli bosh personaj yoki yordamchi rol bo'lsin, musulmonlarning obrazini sarbiylashtirib kelgan. Ammo Shahrul Xon, Saif Ali Xon va Salman Xon qatorliq bir avlod musulmon cho'lponlar Hindiston kino sahnasiga kirgandan keyin bu xil ahvollarda zo'r o'zgarish bo'lgan. Bu san'atkorlar har xil usullarni ishlatib, musulmonlarning ekrandagi salbiy obrazini o'zgartib, Hindiston kinolaridagi musulmonlarning terrorchi, feodal foydalanuvchi va hayot haqida hech narsa bilmaydigan nodon boylardan emasligini bildirgan. Yaqinqi dunyo o'zgarishlari bilan musulmonlarga bo'lgan xato ko'z qarash, tonishlar o'zgargan. Bo'libmi 11-sentabr Amerika dunyo sudi binosining yemirilish voqeasining passiv ta'siri va musulmonlarga bo'lgan ziyonkashlik o'zgargan. Hindistonlik artist Shahrul Xon bosh rol olgan Mening ismim Xon nomli kino Hindistonning "Men musulmon ammo terrorchi emas" degan uchurini yetkazib, Hindiston kinolaridagi musulmonlarning obrazini to'g'rilgan tunji film bo'lgan. Hindistondagi nurg'un film ishlovchilar musulmonlarning ekran obrazini tuzishga intoyil ahamiyat berib, to'qinishning diniy yoki ijtimoiy to'qinish emas, balki siyosiy to'qinish ekanligini ta'kidlagan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.